til, ko'z, quloq yoki telefon bilan bog'liq inson ba'zida gunoh qilib qo'yadi. Ayniqsa bu Ramazonda. Buni hukmi qanaqa bo'ladi? Ro'zada bu qilingan mana bu xatolar, gunohlar ro'zaga putur yetkazib qo'yishi mumkinmi, yo'qmi? Albatta putur yetkazadi, chunki Ramazon oyi faqatgina yeyish, ichishni tark qilishdan iborat emas. Unda u haqiqiy ro'za bir yuqori darajada insonga bir ruhiy quvvat beradigan darajadagi ro'za. U ham ko'zni, quloqni, tilni, a'zolarni gunohlardan saqlash, ularni savobga ishlatish bilan bo'ladi. Faqatgina bu yeyish, ichishni tark qilib qolgan yomonliklarni qo'ymasa, undan ro'zadan foyda bo'lmay qoladi. Shu borada payg'ambarimiz alayhisalom bir so'zlari bor. Laysa siyamu minal akli va shurbi, innamas siyamu minal lagwi va rafas degan ekanlar. Ya'ni bu ro'za tutish faqatgina yeyish, ichishdan tiyilish emas, balki bu o'sha lag'v, bekorchi narsalar, bekor ishlar va rafas gunohlardan, o'sha fahshlardan, insonni gunohga chorlaydigan narsalardan bo'ladi deb marhamat qilganlar. Ya'ni o'sha ro'zani ruhiyatiga ishora qilganlarki, bu bir quruq yeyish, ichishni tark qilib qo'yiladigan bir oddiygina ibodat emas. Buni tagida shuncha ko'p ma'nolar borki, demak inson butun vujudi bilan, butun a'zolari bilan o'sha gunohlardan tiyilish, yaxshiliklarga o'sha a'zolarni ishlatishga harakat qilish kerak, shunga odatlanish kerak Ramazon oyi davomida. Agar o'shanday qilmasa, faqat yeyish, ichish tark qilib gunohlardan to'xtamasa, u savob kamayib ketadi birinchidan. O'sha ro'zani haqiqiy mohiyatiga yetib bora olmaydi. Ro'zadan olinadigan haqiqiy foydalarga erisha olmaydi. Ya'ni ko'p vaqtini o'zini ovora qiladi, ko'p vaqtini bekor ketkazadi, gunoh o'sha savobini, ro'zasini kamaytirib qo'yadi. Endi sahobalar ichida Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, agar ro'za tutsang, quloqing, ko'zing va tiling ham yolg'on va haromdan ro'za tutsin, deydilar. Qo'shningga ozor berma. Ro'za tutgan kuning senda xotirjamlik va viqor bo'lsin. Ro'za tutgan kuningni ro'za tutmagan kuningdek o'tkazma, degan ekanlar. Jobir roziyallohu anhu nasihatlari, ro'za tutgan kuningni ro'za tutmagan kuningda o'tkazma. Farqi bo'lsin. O'sha yana ham yaxshilikni ko'proq qilish, savob ishlarni ko'proq qilish, gunohlardan tiyilish, o'sha tiyilishga harakat qilishda farqlanib tursin, degan ekanlar. Mashhur tobiinlardan Ibrohim Naxayi rahimahulloh aytadilarki, Ramazonda bir kun ro'za tutish boshqa vaqtdagi 1000 kun ro'za tutishdan afzaldir, deydilar. Tobiinlardan aytadilar. Endi shu o'zlari bilgan bilimlar, islomiy bilim olgan, hadisdan, oyatlardan olgan bilimlarni xulosalab aytayaptilarki, Ramazonda tutilgan bir kunlik ro'za boshqa vaqtdagi 1000 kunlik ro'zadan afzal. Ramazonda bitta tasbih aytish boshqa kundagi 1000 ta tasbihdan afzal, deganlar. Ya'ni bu kishining gaplari bizni o'sha g'animat bilishga, Ramazon oyini g'animat bilishga chorlaydiki, qilayotgan ibodatlaringiz bir necha barobar savobi ko'payadi. Chunki bu oy Alloh baraka bergan, Alloh sevgan bir oy, bir vaqt, muborak vaqt bo'lgani uchun. Bitta tasbihingiz 1000 ta tasbihga yuradi, deyaptilar. Ya'ni o'shanda qo'ling ishda bo'lsin, tilingiz zikrda bo'lsin degan. Ramazon oyida ham xuddi shunday bo'lsin. Ramazon oyida ham tilda ham, a'zolarda ham shu ibodatga o'rgatsak, keyingi oylarda ham bu inson o'rganadi, odatlanadi, yaxshi odatlar paydo bo'ladi.